Ko'pchilik meni Toshkentli deb o'ylaydi ekan, lekin men Xorazmliman. 44 yil oldin Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilganman va 17 yoshimda Xorazmdan chiqib ketganman. Institutda Toshkentda o'qidim va 13 yil bo'libdi kosmetologiya sohasiga kirib kelganimga. 13 yildan buyon bu sohaga mehrim oshgan va alhamdulillah menga bo'lgan ishonch patsientlarim orasida ortgan. Xorazm qoni baribir tortadi. Xorazmni yaxshi ko'raman. Xorazm shevasini unutmadim. Xorazm ayollarini xursand qilish uchun, Xorazm ayollari ham muolajalarimdan foydalanishlari uchun Xorazmda, Urganch shahrida kosmetologiya markazimni ochishga qaror qildim. Meni sevib kuzatadigan ayollar, sizlarga yangilikim may oyini 30-sanasida inshaalloh Urganch shahrida kosmetologiya markazimizni ochilishi bo'lib o'tadi. 30-may unutmanglar. Barchani albatta taklif etaman. Hammangizni ko'rishdan xursandman.